o'qishga kirganingdan keyin nimalar bo'ladi? Qizim hali o'qiydi. Endi uying eshiklari sovchilar uchun 4 yilga yopiladi. Balki sen erga tegin kelayotgandir, lekin bu itga ham qiziq emas. Zato o'qishga kirding. Endi seni oliy maqsading bor, ya'ni Instagramga kirib biyoyingni o'zgartirish. O'qishimiz qisqartirilgan oti qanaqa? Modis. Bo'ldi, uje sendan zo'r yo'q. Endi o'qimasa ham bo'ladi. Institut bu maktab emas, bu yerda har xil odamlarni ko'rasan. Qora bolangga. Qaraychidim, darsim qolib ketyapti. Akajon, payzat ziyotasi akajon. Robga har doim o'qay birinchi yetib keladi. Rep texnik. Qachon ketamiz? Hozir adasi, dars tugasin. Oldin kishingga ham kirmagan bu g'alati odamlar endi seni kursdoshlaring. Bunisi kim endi? O'tirib qolayotganingni tan olgan oying oxiri sovchilarga eshiklarni ochadilar. Qizingiz kontrakt o'qiydimi? Ha, kontrakt o'qiydi. Bu kontraktda hamcha arzimagan 38 million. Institutda ham sovchilar faqat grantga kirgan qizlarni poylab yurishadi. Yaxshi ham grant kirganman, yemasam qiynalib ketardim. Grant dedingizmi qizim? Asalim, meni grant o'qiysizmi? Voy, meni bolam bor. Voy, namarim bor ekan. Mana 4 yil umring o'tdi, diploming ham bor, lekin tayinli erdan darak yo'q. Eshiklaring esa ertalabdan kechgacha ochiq. Taq. Hammada shunaqa dugona bor. Zebo qara yigitim meni, ina marketda ketib Vohma qilma, Honda Cryder 17 ming turadi, Xitoy mashina bitta Gentrani puli. Bilolmayman, mashina 32 ming. Bu Cherry 30 ming turadi. Men bu 300 ming vohma qilishga arziydi. Qizlar shunaqa mashinalar narxini bilmaydi-da. Asanga bo'lsa yodlab nima zarlar. Ama uchrashuvga chiqqan yigitimni sostoyanasini shundan bilib olaman deb voy. Restoranga olib boryapti. Arzonmi, qimmatmi bilolmayapman. Menyuning narxlardan bilsang bo'ladi-ku. Har safar qornim to'q deyman-da ularga. Mana, ismi Shodir. Bugun meni taqvoda tashab ketdi. Qanaqadir firmada ishlaydimi? Da! O'ziniki emas bu mashina firmaning nomida. Nomerdan bildingmi? Ya, basharasi aytib turibdi-yu. Qalay? Qo'lida turar ekan. Yo, mana bu gaplashsa bo'ladim. Face qo'yliqqa tortadi-da. Oho, bu oddiy ko'ringani bilan qimmat gul, etikdan mahkam shu bu bolani qo'yib yuborma. Shunchalik aqlli ekansiz. Nima o'zing shu paytgacha erga tegmagansan? Hamma haqiqatni bilsang ham erga tegolmas ekansan. Pali-bomu kimdir aldash kerak ekan. Sizlar bilan yotoqxonada tursang nimalar bo'ladi? Endi seni narsalaring seniki emas. Har kungi tong bitta molni qo'ygan bu zilligini o'chirish bilan boshlanadi. Balki men birinchiga o'tkazib yuborasizlar, sochim uzun-da. Yetmaganiga bitta kurs baland o'qiydigan ona xotin bo'ladi-yu. Joylarni yig'ib ketinglar, kechga kelib qoladi. Erkak kishining kiyimi nima qoldi bo'pti? Men Jahon akamga va'da berdim, dazmol qilib qo'yaman deb. Har kuni nimadir yo'qoladi. Bir kun shampun, keyin tish pasta, spray, AirPods, tish cho'tka. Oxiri o'zing ham yo'qolib qolasan. Eng alamlisi charchab kelganingda xonadoshingni zemlaklari kravatingga o'tirib olgan bo'ladi-yu. Bitta chiroq etsang kelaychidim. Sanab sekin bezlashib ketasan, lekin xolodilnikni ochib ovqat yemoqchi bo'lganingda Ertalabki rizqim, Xudodan qo'rq. Men вообще yetimman. Oyi Toshkentdan uyoqlik Iskandar Buildings Mavrid mavzesidan boshlang'ich to'lov bilan oyiga 6,5 milliondan to'lab yursang bo'ldi ekan. Bo'tda qiynalib ketdim. Har 3 kunda bir qilinadigan tayinli majlislarni eslashni ham xohlamayman. Lekin gashti bor. Har xil viloyatdan do'stlar orttirasan. Achigan ovqat yeysan. Любой narsa solingan ovqat yeysan. Ovqat qilsan. Xonada bor hamma narsani qozonga solaman. Nima chiqsa chiqadi. Yaxshilik qilib dazmol berasan. Bir joyiga tiqib obga berishadi. Dazmolingiz o'zi buzuq ekan-a? Taq. Kvartirada turadigan qizlar hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kimdir mehmoni keladi. Zebo, sen mehmoningmi bu? Yo'q, sevinchi mehmon bo'lsa kerak. Sevinch ham qizlarning mehmoningmi? Yo'q, Zeboning mehmonidir. Bu joyda begona bo'lsang ham 5 kun yashab ketsang bo'ladi. Uborkada har doim kimdir uxlab qoladi. Aytib qo'y, tualetni men tozalamayman. Men ham tozalamayman. Men ham tozalamayman. Unda kim tozalaydi? Uxlab qolish bu ishdan qutulish emas, qaytanga eng yomon ish senga qoladi. Kech qolsang senga ko'rpa yo'q. Kimdir uydan ko'rpa olib kelmagan, lekin o'sha kimligini hech kim bilmaydi. Bir kun ustingga kurtka, bir kun chochiq, bir kun korobka, bir kun stul yopib yotishingga to'g'ri kelishi mumkin. Qizlar ovqat qilaylik. Qornimiz to'q. Bo'pti, o'zimga qilaman. Qo'linglar to'g'idi-ku. Voy, yaxshi shu tekasa kalti berishga kiraylik. Au,
men seni kalt bor deb kutib o'tirdim. Kvartirada tursang ko'p ko'chada qolib ketasan. Uf, qornim och qoldi. Menda strobar bor. Hozir strobar kayfiyat qo'shadi aksiyasi ketyapti. Shartlari Reels'da strobar deb yozish kerak. Strobarning rasmiy Instagram sahifasiga obuna bo'lish kerak. Strobar mahsulotini iste'mol qilib, strobar profilini atmetga qilib stories qo'yish kerak. Izohlarda qancha ko'p strobar deb yozsa va qanchalik ko'p stories joylasa, shunchalik yutish imkoniyati oshadi. Sovg'alarchi? MacBook, iPhone 16 Pro, Apple Watch, AirPods, Samsung planshet va strobar set. Ketdi suv qotib ketdim tepada kutamiz. Aksiya 15-fevralgacha davom etadi. Qizli eshik ochiq ekan. Tak.